Neydi kino olgan joyda biz topdik, qani ketdik. Shu. Shunday joylardan ham o'tishimiz kerak. Ehtiyot bo'lasizlar, ilon bo'lsa. Assalomu alaykum narpayliklar. Biz Narpaydan bo'lib turib, mana shunday joy borligini bilmagan ekanmiz. Bugun keldik. Afsuslanmadik. Qarang, yo'llari biroz qiyinroq kelish, lekin kelganingizga afsuslanmaysiz. Odam. Antipalikda bir odam bor ekan, hozir borib, shu kishidan to'liq ma'lumot so'raymiz. Biz Antipalikka yetib keldik. Aka, bu qanaqa joy o'zi? Bu joy Qo'tirbuloq. Qo'tirbuloq haqida bir ma'lumot bersangiz. Mayli. Bu Samarqand viloyati Narpay tumanida joylashgan qadimgi joylardan biri hisoblanadi. Qo'tirbuloq manzilgohi. Bu manzilgohda mana bu joyga qarasangizlar, Qo'tirbuloq otani qabrlari yotibdi. Qabrlari bor. Mana. Endi Qo'tirbuloq haqida umumiy ma'lumot beradigan bo'lsak, Qo'tirbuloq bu paleolit davriga oid, ya'ni qadimgi tosh davriga oid. Bu yerda o'rta paleolit davrlarida bu yerda odamlar yashashgan. 1990-yillarda arxeologik ekspeditsiyalar o'tkazilgan. Arxeologik ekspeditsiyalarda bu joy muhofazaga olingan. Qo'tirbuloq haqida yana qo'shimcha ma'lumotlar shuki, kimdadir teri kasalliklari bo'lsa, misol uchun qo'lida har xillarda bir xillarda yoki tanasida qo'tir chiqadi yoki toshmalar chiqadi. Shu toshmalarda mana Qo'tirbuloqda chashma bor. Yonida esa loylar bor. O'sha loylardan suv olib, va undan tashqari esa o'sha qurigandan keyin loylarni yuvib, toza chashmada bu ichadi suv. Ichishga yaroqli, lekin bu suv qayerdan kelayotganini hech kim bilmaydi. Qadim davrda shu ichkaridan qaynab chiqardi. O'sha loyni yuvib tashab, 1-2 marta muolaja olsa, tuzalib ketgan. Bizning Narpay xalqidan shu yerda bilganlar shu yerga kelib turib, juda ko'pchiliklar o'zlari dardiga shifo topib ketadi. Aka, bu yerda bugun men o'zim bildim shaxsan. Bu yerda bilmaganlarga, xudo xolasa, mana kim bu yerda bilmasa, yaqinlariga, tanishlariga jo'natib qo'yamiz. Balkim shifo izlab yurganlar bo'lsa, shu yerga kelib shifo topishi ham mumkin. Balkim sababchi bo'lib qolamiz. Qolaversa, har yakshanba kuni biz qiziqarli tarixiy ma'lumotlarni chiqaramiz. Bu hafta yakshanba kuniga bundan ham qiziqarli tarixiy videolarni chiqaramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga omad. Sizlardan faqat podpishka kutamiz, xudo xolasa.